Assalomu alaykum akalar, ukalar. Bugungi traktorimizni bitta videosini ko'rsatamiz. O'sha traktor o'zimiz yig'dik. Atida noldan qilib chiqdik. Motor Euro 3 Mazdagi, yamiz 236. Hamma narsasi ishlaydi. Temperatura 80 ga chiqsa, ventilyator ishlaydi. Bo'lmasa ishlamaydi. Temperatura 80 ga chiqqandan keyin tormozlar KAMAZ. Nimalar, filtrlar Mazdikini qo'yganmiz. Tepalarga migalka, rossiyskiy fara hammasini yiqqanmiz. Даже faralarga da koreyskiy qo'yganmiz. Tormoz sistema KAMAZ. Rollar dozator. Hamma yog'ini yangilab yig'ib chiqqanmiz. Elektromotorni noldan qildik. Vomlarga da ishlaydi. Tepa farlar hammasi chotga. Naviskalar ham umuman luft ochmagan. Hammasi zakonni, ligrovka, vent, hamma narsa ishlaydi. Как положено, texnika chotga. O'zimiz minish uchun yiqqanmiz. Uni sotamiz deb nima qilamiz emas-ku. Hozir ichini ko'rsatamiz. Ichi. Kistachalar KAMAZnikini qo'yganmiz. Zamoklar Belarusniki qo'yilgan. Angishtirlar bor. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Salon qismimiz. Magnitofonchalar original qo'yilgan, flapan, kolonkalar hammasi chotga, ventilyatorchalar, signallar, massa kulchatorlar. Xalasi emas, zavod qilamiz. Chotga yig'ilgan. O'zimiz uchun yiqqanmiz. KAMAZ sistema. Rushnik. Traktor qimirlayapti. Signallar. Hamma narsa как положено ishlaydi. Ventilyator, hamma narsa. Flapan. Tepada migalkalarga da ishlaydi. Faralar как положено.